Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz muxlislarim, nurlaringga shukur. Barchalaringdan ming bor uzr so'rayman. Bugun vayn va qiziqarli video qilib qo'ymaganligim uchun oddiy rolik qo'yib sizlarga salom berib chiqish maqsadim. Arab amirligida turib, bugun yoshim 1 yoshga ulg'ayib, qarib qolganimni ham bilmay qolibman. Yoshim 52 ga kirdi bugun. Azizlar, shu sababli Arab amirligining Abu Dabi, Dubay, Sharja shaharlarida yurib, xalqining vataniga qanchalik mehrini ko'rib, o'zimni ham vatanimga mehrim oshib, undan-da oshdi, jo'shqinlanib, sizlarga shu video rolikni ko'rsatmoqchi bo'ldim. Vatanimizni sevishimiz kerak ekan. Shohimiz Bobur bobomiz to'g'ri aytgan ekan, o'zga yurtda shoh bo'lgandan o'z yurtingda gado bo'lganing yaxshi deb. Shu sababli o'z yurtimizni doimo sevaylik, qadrlaylik. Azizlarim borlariga shukur. O'zga yurtdagi barcha ishlab yurgan vatandoshlarimizga ham Allohdan ishlariga rivoji kushoyish, topoqlariga fayzu barakot, istaralarini issiq qilsin, martabalarini ulug' qilsin, do'stga zor dushmanga muhtoj qilmasin, bevaqt o'lim quruq tuhmatdan doimo asrasin. O'z yurtlaringga hammalaring tinch omon qaytib kelishlaringni Alloh o'zi ta'minlasin. Azizlarim borlaringga shukur, hammalaringni omad tilab qolaman.